Bizlarning mustaqillikdan oldinda yengilliklar yo'q edi. Hozir fermer bo'lgan tender asosida yerlar chiqqanimizda yengilliklar mana Volga degan mashin berdi. Rossiya Federatsiyasidan kelyapti. Bu mashinlar juda qattiq mashin ekan. Dalaga ham dashga ham bo'lib ketaverar ekan. Endi yengilliklar shuncha bo'ladi-da. Yana nima qilsin? Ha, mana signallari ham bor buning. İşlemeyiz gereken hazır kiyimler işlaysa. Ha, jonboshiga ekan mana. Olam, ha, qo'yamishim mana. Endi uka, bizlar bobo bo'lib qolgan. Bizlarga shunday mashinlar, bir tayoqday mashin bo'lishi kerak. Oldin bunday yengilliklarni biz o'zi asli ko'rganimiz yo'q. Buni lavlovoylari ham 100% ta'minlabka. Disklar saka, lekin pulda kaka. İşte yo'q, işte yo'q. Shunday bo'lgan bilan bizga yengilliklar taqo'ya. Endi shenajan o mashinni biz haydab dahoya yerga bordi. Yengilliklar ko'p. Agar shunday ketaversak, fermer bo'lib ketaversak, bundan ham ko'p. Bunday uylar quramiz, xudo xolasa. Ko'rdlaringmi? Endi qo'taq deb ko'rmaysan, o'chiring.